AQSh Qurolli kuchlari markaziy qo'mondonligi rahbari admiral Brit Kuper Amerika harbiylari Eron portlarini muvaffaqiyatli blokada qilishga erishganini ma'lum qildi. Bu haqda X ijtimoiy tarmog'ida tegishli post e'lon qilingan. AQSh Qurolli kuchlari Yaqin Sharqda dengiz ustunligiga erishgani sababli Eron portlarining blokadasi muvaffaqiyatli o'rnatildi, deyiladi xabarda. Kuperning ta'kidlashicha, AQSh so'nggi 36 soat ichida Eronning dengiz orqali amalga oshiriladigan savdo aloqalarini to'xtatishga muvaffaq bo'lgan. Eslatib o'tamiz, Qo'shma Shtatlar 13 apreldan boshlab Eronga nisbatan dengiz blokadasini joriy qilgan edi. AQSh prezidenti Donald Tramp Shimoliy Atlantika alyansi, ya'ni NATO bo'yicha ittifoqchilar Vashingtonga yordam bermaganini va bundan keyin ham yordam bermasligini ma'lum qildi. Tegishli post uning Truth Social ijtimoiy tarmog'idagi sahifasida e'lon qilingan. NATO biz bilan birga bo'lmagan va kelajakda ham biz bilan bo'lmaydi, deb yozdi Amerika yetakchisi. Avvalroq Tramp NATOni har doim qog'oz yo'lbars deb hisoblashini aytgan edi. Shuningdek, uning alyansdan chiqish imkoniyatini jiddiy ko'rib chiqayotgani haqida xabar berilgan. Amerika yetakchisi uzoq vaqtdan beri NATO bo'yicha sheriklarining ishonchligiga shubha bilan qaraganini qayd etdi. NATO hech qachon menga ta'sir o'tkaza olmagan. Men ularning qog'oz yo'lbars ekanini doim bilganman va Putin ham aytgancha buni biladi, deydi AQSh prezidenti The Telegraph nashriga bergan intervyusida. AQSh Eron bilan muzokaralarni davom ettirishga qaror qilgan. Bu haqda Qo'shma Shtatlar vitse-prezidenti JD Vance ma'lum qildi. Uning so'zlaridan TASS iqtibos keltirmoqda. Bu muammoni bir kechada hal qilib bo'lmaydi, lekin men bilan bir stolda o'tirgan odamlar kelishuv tuzishni istashadi deb hisoblayman va men bilamanki, AQSh prezidenti bizga muzokaralarni halol olib borishni buyurgan. Biz shunday qildik va buni davom ettiramiz, dedi u. Vance AQSh Eronga yadro qurolini yaratishdan butunlay voz kechish evaziga jahon iqtisodiyotiga qo'shilish imkoniyatini taklif qilayotganini ta'kidladi. Biz muzokaralar olib borishga va buni hayotga tatbiq etishga harakat qilamiz. Chunki bu dunyo uchun, mamlakatimiz uchun va barcha uchun ajoyib bo'lardi. Shu bois men buning amalga oshishi uchun kurashaman, dedi vitse-prezident. Shuningdek, u Washingtonning baholashicha ayni paytda o't ochishni to'xtatish rejimi saqlanib qolayotganini aniqlashtirib o'tdi. Donald Tramp Eronga qarshi harbiy operatsiya yakuniga yaqin qolgan deb hisoblaydi. Menimcha u yakunlanish arafasida. Men buni nihoyasiga juda yaqin deb ko'ryapman, dedi Amerika yetakchisi Fox News telekanali boshlovchisi Maria Bartiroma bilan suhbatda. Trampning qo'shimcha qilishicha, agar u nizoda harbiy bosimni yanada oshirganda Islom Respublikasining qayta oyoqqa turishi uchun 20 yil kerak bo'lardi. Biz hali tugatganimiz yo'q, deya qayd etdi u. Eslatib o'tamiz, avvalroq Tramp agar Islom Respublikasi yadroviy ambitsiyalaridan voz kechmasa, Eron bilan hech qanday kelishuv amalga oshmasligini ma'lum qilgan. Isroil Eronga qarshi operatsiyani u yerda hokimiyat almashmaguncha davom ettiradi. Bu haqda Mossad rahbari David Barnea ma'lum qildi. Uning so'zlaridan Interfax iqtibos keltirmoqda. Bizning missiyamiz hali yakunlangani yo'q. Biz bu missiya harbiy harakatlar tugashi bilan darhol nihoyasiga yetadi deb o'ylaganimiz yo'q. Kompaniyamiz Tehronga berilgan zarbalardan keyingi davrda ham davom etishi va natija berishi uchun uni sinchiklab rejalashtirganmiz, dedi u. Barnea Mossadning bu boradagi mas'uliyati faqatgina rejim almashgandan keyingina tugashini alohida ta'kidladi. Biz navbatdagi mavjudlikka tahdid soluvchi xavf qarshisida shunchaki chetda qarab turmaymiz, deya qo'shimcha qildi u. David Barneaning qayd etishicha, yaqinda bo'lib o'tgan AQSh Isroil kampaniyasi vaqtida razvedka boshqarmasi Tehronning qalbida harakat qilgan. Biz harbiy havo kuchlariga aniq razvedka ma'lumotlarini yetkazib berdik va Isroilga tahdid solgan raketalarni yo'q qildik, deb bayonot berdi Mossad rahbari. AQSh va Eron delegatsiyalari shu hafta oxirida yoki kelgusi hafta boshida yana Pokiston poytaxtiga yo'l olishlari mumkin, deb yozmoqda Reuters. Nizoni hal qilish bo'yicha muzokaralarning taxminiy sanasi hozircha noma'lum. Agentlik suhbatdoshlaridan birining qayd etishicha, delegatsiya a'zolari jumadan yakshanbagacha bo'lgan kunlarni zaxira sifatida bo'sh tutishibdi. Eron ikki mamlakat o'rtasidagi aloqalarda vositachi bo'lgan Pokiston hukumatiga muzokaralarning navbatdagi bosqichiga tayyorligini allaqachon ma'lum qilgan. Hozircha Oq uy bu borada qanday pozitsiyada ekanligi noaniq. Amerikalik mulozimlar uchrashuvining ehtimoliy sanasi va joyini muhokama qilishmoqda. Biroq bu suhbatlar hali dastlabki bosqichda ekani aytilmoqda. Eslatib o'tamiz, o'tgan dam olish kunlari Islomobodda Eron va AQSh o'rtasida bir necha bosqichli muzokaralari bo'lib o'tgan edi. Bir qator ziddiyatlar tufayli tomonlar nizoni uzoq muddatli hal etish masalasida kelishuvga erisha olmadilar.